Brown firmasidan 9-seriya par generatorimiz kelgan. Bu modelni ko'pchilik qidirib yurgan model desa ham bo'ladi. Chunki hozirgi kunda par generatorlarning ichida eng full varianti shu bo'lyapti. Aktual model. 2 yil to'liq kafolatga ega bo'ladi bu modelimizda. Bu modelni sizlar bilan ochib, obzor qilamiz, komplektatsiyalarni va test qilamiz. Qanaqa ishlashini siz bilan ko'rib chiqamiz. Bu modelimizni ochishimiz bilan komplektatsiyasida kitobi, bunaqa ruchkalari, mahsulotni ochib olamiz. Hop, par generatorimiz 2-3 ta detallardan iborat bo'ladi. Hop, buni eng asosiy farqlanadigan joyi Brown seriyasida bu yerda dizayn umuman o'zgaryapti. Oldin gorizontal bo'lgan bo'lsa, hozir vertikal joylashtirilgan. Baki nisbatan kattaroq. Oldingilarda 1-1,5 litr bo'lgan bo'lsa, bunda уже 2 litr. Yana nimasi bor desanglar, asosiy qulayligi bu yerda kalklin, ya'ni siz suvni solib ishlataverasiz. Musor yig'iladigan bo'lsa, misol uchun xlor yig'iladigan bo'lsa, bu o'zi avtomatik sho'tga yig'ib qo'yaveradi. Aqlli. Hop, bu yerda qulay tarafi bolalarga detskiy zashita ham o'ylangan. Mana bundoq qilib qo'ysanglar, bunisi chiqmaydi. Bundoq yechib qo'yadigan bo'lsanglar, bunisi bemalol chiqadi. Zo'ra. Kabel har doimgidek Brown stilida qalin, qaranglar. Moshni ishlangan bor, gap bo'lishi mumkin emas. Haqiqatda prochni ishlab qo'yibdi kabellar. Uzun, oldingilariga qaraganda nisbatan uzunroq. Umumiy 2 metrga yaqin bo'ladi. Ma'malari bilan qo'shib hisoblasa, bu kabellari ham qalin. Bu ikkita vilkali. Ikkita vilkaligi bu nima degani desanglar, 3 ta vilkali tovar bo'ladi, 2 ta vilkali tovar bo'ladi. Servisli, servissiz. Ya'ni do'kon tomonidan garantiya beriladigani bor. Ofitsialniy servis tomonidan 3 yil garantiya beriladigani bor. Bunisiga 3 yil garantiya beradi, servis zo'r lekin. Xo'p, bu mahsulotda yoqqanimizdan kelgan tablosi bor. Ko'rsanglar, tabloda qiziyotganligini anglatadigan o'sha emblema chiqadi va buni ichida внутренний pompasi bor. Hozir asosiy bakdan ichki bakiga suv tortib oldi va uni qizdirish jarayonida yoqqaninglardan keyin 2-3 daqiqa, maksimal 5 daqiqagacha tayyor bo'lib qizib oladi. Bu dazmolimizni qulayliklardan aytib o'tganimizdek displey bilan jihozlangan bo'ladi va bu yerda gorizontal va vertikal avtostim funksiyasi bilan jihozlangan. Keyingisi eco rejim. Bu yerda energiya sberejeniya bo'ladi, ya'ni yarim tokingizni ishlatib, odatdagidan kamroq tok ishlatadi va par berishlari почти o'sha qolaveradi. Bu yerda iCare funksiyasi bor. iCare funksiyasini yoqib qo'ysangiz, matolarga, любой matoga tushadigan avtomatik 165 gradusda ishlashni boshlaydi va turbo rejimi bor. Undan tashqari boost rejimi bor. Kelinglar, sizlar bilan boost rejimida par berishini bitta sinab ko'ramiz. Gap bo'lishi mumkin emas. 9 bar davleni 750 gram parovoy udar bo'ladi. 1 minutda 750 gram suvni parga aylantirib bera oladi. Bunaqasi uncha dazmolda yo'q. Kelinglar, sizlar bilan har doimgidek o'sha rekvizitimiz bor. Texno House nimchasida sinab ko'ramiz. Qaranglar, rezultatda balonoviy kurtkalarni qilish qiyin bo'ladi, bilasizlar. Lekin bu apparatimiz uchun umuman muammo emas. Xullas, bunda xohlagan matoingizni dazmol qilishingiz mumkin. Brown haqiqatda eng oxirgi texnologiyalarni taqdim etishda davom etyapti. Sizga shu mahsulot yoqdimi? Kommentariyada izoh qoldiring. Mahsulotimiz narxi bo'lsa, atiga $450, 2 yil kafolati bilan xarid qilishingiz mumkin. Texno House'da hammasi yengillari birinchidan bilasiz. Sizga mahsulot yoqqan bo'lsa, pastki kontaktlar bo'yicha aloqaga chiqaverasiz.